Men hazillashib aytaman-da, Yevropa psixosomatikasi, psixologiyasi men sizga 4 ta tilda eng bestsellerlarda o'qigan odam sifatida, gipnoz ilmini o'rgangan odam sifatida aytaman. Nari borsa meni tagim ho'lamasgacha olib boradi ular. Asos yo'q. Jaloliddin Rumiyni Masnaviyni 2 qatorini o'qigan paytimda shuni taroziga qo'yganman. Butun Yevropani o'sha psixologiyasi, zamonaviy ilmlarni qo'ysangiz, shu otib o'rgan tepaga qarab turdim. 2 ta baytiga almashmayman. Shuning uchun ot aylanib qozig'ini topadi deydi. Siz uni o'rganasiz, buni o'rganasiz. Ayniqsa til biladiganlar har xil kitoblar o'qib tashlaysizlar-da. Ko'p efariyaga berilmanglar. Ular olib borib jarlikka olib boradi. O'zbek, rus, ingliz, nemis, turk tillarida o'sha hali biz o'qigan kitoblar hali tarjima ham bo'lgan yo'q aksariyat. Bitta o'z Rossiyada bitta kuchli ekonomistlar. Voy, biz endi ko'proq qadriyatlar atrofida aylantirib gapirayotganimiz ko'rib, bizni mutaxassis deb o'ylamas ekanda. 2010-12-yillar kistamizdan tushib qo'ygan kitoblarni jo'natib, tuzura kitoblarni o'qib sal o'z ustida ishlasangiz bo'lmaydimi deb jo'natdi, kulgim qisdi. U men shogirdlarim ham o'qimaydi u kitoblarni. O'rin u darajada emasda, past darajada emasda. Odam chetga chiqqandan keyin O'zbekistonda faqat qo'ylar qoldi deb o'ylaydimi deyman. Past baho berib qolar ekan, o'ziga kibrga ketib qolar ekan, yuqori baho berib qolar ekan. Kibrga ketmang hech qachon. Любой payt, любой joyda sizdan zo'r odam chiqadi. Gap faqat ilmda emas. Doim aytaman, biz ilmdan ham odobga muhtojroq zamonda yashayapmiz. Ilm shaytonda ham bor edi. Bo'lib ham ko'proq edi. Daraja bo'lsa shun darajasi yuqoriroq edi. Tavqillanlar shuni bo'yniga tushib quvuldi jannatdan. Nima uchun? Kibr qilgani uchun-da. Kibr qilmas kerak, akalar. Ko'nglida hantaldi urug'ichalik kibri bor bo'lgan odam jannat kirmaydi deydi. Bu hazakam gap emas, bu og'ir gap. Shuning uchun asling tuproqdayin qiliq qil, yomonlik aylig'ingga yaxshilik qil dedi. Xalq sizni qo'lida ko'tarib yurishni istasangiz, xalq oyog'ini ostida tuproq bo'lishingiz kerak.